o'lib qolgan. Kuyladik, iskusniy massaj qildik, boshqa qildik, dihaniya qildik, qolgan ekanda endi. Simni otasi aytdi, bolangiz o'zini o'zi osib olibdi dedi. Shu yerda bilmayman, dunyo boshimga og'anab tushdi-da. Yo'q, men qo'l ko'tarmaganman u bolaga. U bolani urmaganman. Boyagi Abduvaliyev ozod tepib, oyog'iga kelindi, shu go'zalni oyog'ini tagiga tiz cho'ktirib, onasi chiqib chashlaridan yulib. Opalariga, ana buvalariga, opoqlariga, katta kichikka nihoyatda hurmatlab, hech bir so'z qaytarmay, "Siz yaxshi bola bo'lgan, maktabda yaxshi o'qigan, odobi yaxshi edi." Mana deylayni ichiradi yoqqan ekan, osilib turgan bo'lsa kerak dedi. Yordam chaqiring dedi. Ne kampirga aytdim, kampir aytdim, qo'shnimiz bolasini chaqirdi u. Ne pishadi kesishib arqandan ekan. Menga gap kelishdi. Men shatirni o'rtalargacha chiqdim. Ona shatirni bir gap kelib qo'ydik. Men shatirdan sekin apishib, nimaga so'riga gap kelib yotkizdik. dan 3:30gacha u yoqda 4 soat oralig'ida bolamga nihoyatda qattiq bosim qilib, ular o'zlaricha samasud qilib, bolani shu darajaga olib kelib qo'yganda. Keyin shu ikkovi turdi. Turib ko'rib qoldim, dedim. Nima bo'ldi dedimda, ujda u bola mashina nari ko'cha past tomonda mashinasi turganda, gashboy mashina tomonga qarab yugurdi. Yugurmas tomonga qarab ketdi-da, tezlashib. Unchada kelindi men tomonga qarab yetib keldi. Kelindan so'radim, kim uni oldi desam, bilmayman dedi, tanimayman dedi. Hammasi kelib boshiga urib, boyagi Abduvaliyev ozod tepib, oyog'iga kelindi, shu go'zalni oyog'ini tagiga tiz cho'ktirib, onasi chiqib chashlaridan yulib, bolamni betlariga urgani. U bolani urish, yo bo'lmasa u bolani bir qo'rqitish, bir anaqa bo'lmagan. Yo'q, men qo'l ko'tarmaganman u bolaga. U bolani urmaganman. U bolani urmaganman. Panarızı o'chiring deyman, o'zi o'chirib qo'ydi. Men uni quchoqlab, men sizlarni yaxshi ko'raman, ota-onamni yaxshi ko'raman, anaqa edi, manaqa edi, nima qildi? Nima bo'ldi bolam? Qimor o'ynadingmi? Yo bir urushdingmi bir o'rtoqlarim desa, yo'q, men ertaman aytib beraman. Erta bilan aytib beraman, ertamangacha o'zim yo'q-ku. O'zim ketdi-da endi. Аталган ish боюнча 4 жаран Кыргыз Республикасынын Кылмыш жана кодексинин өзүн өзү өлтүрүүгө жеткирүү, жаранды мыйзамсыз эркиндигинен ажыратуу беренелер боюнча күнөөлүү деп табылып, ал боюнча бири 6 жылга, бири 5 жылга, бири 4 жылга жана бири 3 жылга эркиндигинен ажыратылып, жазасын күчөтүлгөн тартиптеги абакта өтөсүн көрсөтүлгөн.
ошондой эле ушул кодекстин 63-статьясынын негизинде белгиленген жазалар шарттуу деп эсептелинип, аларга 3 жылдан, 2 жылдан же 1 жылдан сынак мүнөт белгиленип, эгер ошо белгиленген сынак мүнөттүн ичинде сот жүктөгөн милдеттерди аткарса, башка кылмыш жасабаса, жазанын аткарылбоосу көрсөтүлгөн. Anta sumkamda ruchka daftar bor edi. Ruchka daftarni olib, bolam xat yozibdi. Tachiga qo'yib olib, mana bu yorug'daylar. Aya dada, otam, onam, men sizlarni yaxshi ko'raman. Men sizlarga yaxshi farzand bo'la olmadim, o'g'il bo'lib bera olmadim. Meni kechirib qo'yinglar. Moxlaroyga bergan va'damni ustidan chiqa olmadim. Unga ham uzrimni aytib